Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Azizbek Boyzi. Bugun sizlar bilan HTML va CSS darsini o'tib o'tamiz. Xo'p, undan oldin sizlarga aytib o'tmoqchiman, bizning kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasa, podpisani bitta bosib qo'ysanglar, keyin qo'ng'iroqchani bitta bosib qo'ysanglar bo'ldi. Bu sizlar uchun oddiy podpisani bosish mumkin, lekin men uchun albatta bir katta yutuq hisoblanadi. Mana bu yerda 4-darsgacha chiqdi, bugun 5-dars bo'lib o'tadi. Xo'p, HTML uslublari CSS qisqartmasi Cascading Style Sheets degan ma'noni anglatadi. CSS ko'p Cascading emasida hozir Style Sheets'ni men o'qigan ekanman. CSS ko'p ishlarni tejaydi. U bir vaqtning o'zida bir necha veb sahifalar tartib boshqarishi mumkin. Misol uchun CSS uslublar va ranglar, matnni manipulyatsiyasi va blok qutilari. Mana bunday qilib o'qib olsanglar bo'ladi. CSS nima? Kaskadli uslublar jadvallari CSS veb sahifa tartibini formatlash uchun ishlatiladi. CSS yordamida siz rangni, shriftni, matn hajmini, elementlar orasidagi masofani, elementlarning qanday joylashishini va joylashtirishini qanday fon tasvirlashi yoki fon ranglarini ishlatish, turli qurilmalar va ekran o'lchamlari uchun turli displeylar va boshqa ko'p narsani boshqarishingiz mumkin. Maslahat kaskad o'z so'zi asosiy elementga qo'llanadigan uslub ota-ona ichida barcha kichik elementlarga ham qo'llanishni anglatadi. Bu shunday qilib, agar siz asosiy matn rangini ko'k rangga o'rnatsangiz, barcha savollar, paragraflar va matn ichidagi boshqa matn elementlari ham bir xil rangga ega bo'ladi. Agar siz boshqa narsani belgilamasangiz, kaskad bo'yicha bu maslahat berilgan. Xo'p, CSS dan foydalanish. CSS ni HTML hujjatlariga 3 ta usulda qo'shish mumkin. Ya'ni birinchisi inline, HTML elementi ichida atribut yordamida, misol uchun mana bunday. Keyin ichki bo'limdagi style elementi yordamida hid yoziladigan style. Keyin tashqi link orqali CSS ni ulaydi. Xo'p, CSS qo'shishning eng keng tarqalgan uslubi bu uslublarni tashqi CSS fayllarida saqlashdir. Biroq ushbu qo'llanmada biz ichki va ichki uslublarimizdan foydalanamiz. Chunki buni ko'rsatish osonroq va uni o'zingiz sinab ko'rishingiz osonroq. Inline CSS yagona HTML elementiga noyob uslubni qo'llash uchun ishlatiladi. Inline CSS style HTML elementining atributidan foydalanadi. Quyidagi misol elementning matn rangini H1 ni ko'k va elementning matn rangini qizil rangiga o'rnatadi. Ya'ni H1 paragraf qilib beradi. Mana, misol uchun bu yerda o'zi berib ketyapmizda. Misol uchun yellow deb yellow qoldi. Yellow deb bu yerdan berib ketsam bo'ladi. Atak bu bizning kodimizni tushunishimizga katta sayt qilganda juda ham mana bo'ladi. Xalq beradi, tushunmay ketasizlar. Kodni yaxshi tushunish uchun baribir link orqali olib kelgan yaxshi boy narsa. Lekin agarda kichkina sayt qilayotgan bo'lsanglar, baribir shu tavsiya qilaman yoki o'rtancha sayt qilayotgan bo'lsanglar, ichki, ya'ni head yoziladigan style'da qilsanglar bo'ladi. Ichki CSS bitta HTML sahifasi uchun uslubni aniqlash uchun ishlatiladi. Head ichki CSS HTML sahifasining element ichida bo'limini aniqlanadi. Style quyidagi misol hamma elementning H1 ushbu sahifadagi matn rangini ko'k rangga, hamma elementning matn rangini esa qizil rangiga o'rnatadi. Bundan tashqari sahifa chang ko'k fon rangi bilan ko'rsatiladi. Misol uchun mana ko'rsatilgan mana style qayerda yoziladi? Headning ichida yoziladi. Headning ichida style deb ochiladi va yoziladi. Buni men o'zim amaliy ko'rsatib beraman. Hozir Visual Studio'da ozgina muammo bor. O'shaning uchun hammasini to'g'rilab, keyin sizlarga visual haqida ham bitta video qilib, keyin sizlarga CSS ni va ana bo'yicha amaliy mashg'ulot qilib beraman. Xo'p, misol uchun background color powder blue deb yozib qo'ygan. Misol uchun men yellow qilaman. Xo'p, yellow qildim, yellow bo'ldi. Mana bu yerda ham ishlaydi, mana bu yonida ham ishlaydi. Farqi yo'q. Prosta
nima deydi? Color red. Misol uchun farqi yo'q, любой joyda ishlab ketaveradi. Umuman farqi yo'q. Prosta bu xalaqit beradi. Kodda o'qishga xalaqit beradi. Mana bunda qilaylik desak, qayerda qilaylik desak, kodimiz uzun bo'lib ketadi. Kodimizni tushunmay qolamiz bir xil joylarda. Xo'p, tashqi CSS ko'pgina HTML sahifalar uchun uslubni aniqlash uchun tashqi uslublar jadvaldan foydalanadi. Hayt, tashqi uslublar jadvaldan foydalanish uchun har bir HTML sahifasi bo'limini uning havola qo'shing. Misol uchun bu yerda faqat linkda mana qilib style CSS ga o'ttiriladi. Bu hozir styleless CSS da yozib qo'ygan link orqali beriladi. Link orqali style CSS berilyapti va o'shdan background color, ya'ni body background color powder blue berib qo'ygan. Xuddi mana bunga o'xshab. Mana bunga o'xshab. Shunday. Xo'p. Albatta sizlar savol berishingiz mumkin. Qaysi bir misol uchun uchalasini ham birdaniga qilsak, misol uchun style betdan qilsak-da, keyin tashqi ulasak ham betdan qilsak, qaysi biri birinchi amalga oshiriladi? Birinchi bu amalga oshiriladi. Bu. Keyin bu, agar shunday qilsanglar, keyin nargisi amalga oshiriladi. Bunaqa chalkash bo'lib ketadi, tushunmay qolasizlar o'zi. Undan ko'ra baribir tashqi CSS yaxshi. Siz rangli shriflar o'lchamlari bu yerda siz ba'zi CSS xususiyatlarini namoyish qilamiz. Keyinchalik ular haqida ko'proq bilib olasiz. CSS color xususiyati foydalanilgan matn rangini belgilaydi. CSS font family xususiyati foydalanilgan shriftni belgilaydi. CSS font size xususiyati foydalanilgan matn hajmini belgilaydi. Xo'p, bitta e'tiborli color analarini tushuntirib o'taman. Misol uchun font family bu misol uchun nima deydi? Tekstning anosida hozir aytaman. Charchadim. Xususan shriftni qanaqa shriftga bo'ladi? Font size misol uchun bu size o'zi bilib turibsizlar nimaligini, mana 20 piksel qilaman, o'sha kichkina bo'lib qoladi. Bu hajmi hisoblanadi. Colorni bu bilasizlar, yellow qilaman, xohlasam red qilaman, farqi yo'q. Buni ham tushuntirib o'tdim. CSS chegarasi, CSS border xususiyati HTML elementi atrofida chegarani belgilaydi. Masalan, deyarli barcha HTML elementlari uchun chegara berishingiz mumkin. Xo'p, misol uchun mana buni aytib o'tilmoqda, borderda aytib o'tilmoqda. Bu border 3 ta yoziladi. Misol uchun birinchisi necha piksel bo'lishi, keyin qanaqa bo'lishi, solid bor, yana double bor, ko'p. Bu uchun ham alohida dars qilib beraman, border bilan uchun ham. Yellow faqat bugun bilan yellow ko'rdinglar borderdan. Xo'p, CSS to'ldirish, CSS padding xususiyati matn chegara o'rtasida to'ldirish bu joy belgilaydi. Xo'p, padding nima? Padding bu ich qayerdan ochib beradi, keyin margin bor. Margin bor. Bu tashqaridan qilib beradi. Misol uchun bu mana bu ichidan bo'layotgan bo'lsa, keyingisi tashqaridan bo'ladi, mana. Margin padding mana ko'rdinglar? Shu 100 qilaman, o'zgarib mana bo'lib ketdi. Bu margin tashqaridan, padding ichkaridan qilib beradi. Misol ichkaridan 100 bersam, o'zgarib mana bu borderimiz juda ko'taroq ketadi. Ko'rdinglar? Shuni ham bilib olsanglar bilaman. Margin hozir tushuntirib o'tdim. Havola buni bilasizlar. Ko'rsatganman qanday qilishdi, ko'rsataman. Xo'p, men buni bo'lim xulosasini o'qiysizlar. Bu juda ham charchabman. Charchagan holda video yozibman sizlar uchun. Xo'p. CSS tugadi. Xo'p, keyingi darsda kutinglar Visual Studioni qanday o'rnatishni, qanday qilib anular qilishni, sizlarga nimalar yuklashni, ichidan nimalar qilishni sizlarga o'rgataman. Hammaga xayr, sizlar bilan Azizbek Boyzakov. Hammaga